Assalomu alaykum. Hammaga salom aziz do'stlar. 21-oktyabr hafta kuni seshanba. Harakatimizni boshlaymiz. Hammaga aziz do'stlar omad. Alloh ishlarimizni barakasini bersin. Xo'p, mashinamizni kecha yuvib tayyor qilganmiz. Benzinlarni qo'yib ishga tayyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allohga shukr. Soat millar 7dan 27 daqiqa o'tibdi. Kecha 377 kilometr yo'l bosibman o'rtoqlar. 9000 dan jinda oshgan pulimiz. Shotchilarni obnorit qilamiz, sotishni shotchida va video registratorni o'rniga joylashtiramiz. Lenin 12ga 6-mikrorayondan qabul qilamiz. Прямо 1 километр 500 метров. Sos 1,5 kilometr passajirgacha. Koeffitsiyentlar juda pastroq. Endi har doim ham baland koeffitsiyent bo'lmaydi. Bunga ko'nikish kerak. Bismillahirrohmanirrohim. Zakaz bajarishga kirishamiz. Aziz do'stlar, kuzatishda davom eting. Тепло. А здесь? А, вот этот. Сейчас, секундочку. Пожалуйста. Пожалуйста. Всего доброго. До свидания. Оплата наличными. 9 минут 30 секунд yurdim. 301 рубль. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен наличными. Для улучшения 10 rubl качества kartaga tushirdi, 200 naqd pul berdi. Birinchi ishimiz bajarildi. Liniyaga chiqamiz. Keyingi zakazlarni kutib olamiz. Bu zakazimiz ham 1.3 koeffitsiyent bilan qabul qilamiz. Rayon bo'ylab albatta. Soat millari 9:26 bo'libdi. Magazinga kirib so'p oldim. To'g'rirog'i onar sok. Yo'lda ba'zi hech kim kelib qoladi. Вооруженный bo'lib oldik. Xullas 9:26. Badenga 1185 rubl. Rayondaman. Mo'y rayon rejimini to'xtatamiz va effektivniy rejimidan gibkiga olamiz. Keyingi точка B'da ko'rish uchun liniyaga chiqamiz. Moskva tomon chiqib ketishga harakat qilamiz. Aziz do'stlar, 7:30da boshlagan edik, mana 9:27 bo'libdi. 2 soatda bu summa ozroq, lekin Allohga shukr, barakasini bersin. O ekonom tarifida 800 ming tushirsak yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa rejalarimiz smenada 10 ming rubl balansda topish kerak. Balansda 10 ming rubl bo'lishi kerak. Yujno-Butovskaya ko'cha qabul qilamiz. 45 minut, 1 soatda 20 minut yurasan deyapti. Через 100 метров. Sovetskiy 13 dan olamiz passajirda. Passajirgacha 1 kilometr u 100 metr. Улица Южно-Бутовская, Москва.
Yaxshi olib ekan. 2227 rubl. Endi bu yerda biz gibki rejimidan effektivniy rejimga olamiz. Bergan zakazini olib harakat davom ettiramiz. Koeffitsiyentlar bor. Liniyaga chiqamiz. Hozircha 2872 rubl balansda. Xudoga shukr. Kutamiz aka. Yaqinroqda besplatniy общественный tualet bor ekan. Shu yerga borib kelib olaylik. O'rtoqlar, keyin davom etamiz. Eng yomoni shu bo'lyapti-da, yengiliga chaqirib qolyapti. Shu sababli hali ertalab keyinroq aytaman deb o'tdim. Shu sababli men ertamanda Litkanidan chiqib ketmasdan 9 gacha Litkanida Moy rayonida yoqib ishlab turibman. Sababi agar passajir bilan chiqib ketsam, shu 8:30-9 larga borib bo'lmay istab qolyapman. Ertamanda bir ikkita tabletkalar ichyapmiz. Поверните направо. Завтрак qilyapmiz. Shular natijasida kelib qolyapti. Ozgina yoshimiz o'tib qoldi. Prostata bezovta qilyapti. Xullas, дело не молодое deydi-yu. Ehtiyot bo'lmasak bo'lmaydi. Vaqt o'tkazib yuborsak, bilasizlar. Vaqt o'tib qolsa juda ham zararli va qiynalib qolamiz. Shuning uchun hozir tezda borib, eng asosiysi u yerda mashina qo'ygan joy bo'lishi kerak. Mashina qo'ygan joy bo'lmasa yana bo'lmaydi. Xudoga shukr o'rtoqlar, davom etamiz. Hop. Ochkilarimiz ham o'ralashib qolibdi. Onlaynga chiqamiz. Zakazlarni qabul qilib, bajarib Robin Bablo deydimi? Soqqani qilamiz. Xolasa qabul qilamiz. Vodkina stansiyasiga Checherskiy proyezddan 2 kilometr 400 metr passajirgacha 7 minut. Koeffitsiyent bilan o'rtoqlar. Здравствуйте. Все правильно, Боткинская больница. Да, Боткина. Центральный вход. У меня снимается с карточки. У вас оплата пока наличной. Нет, у меня снимается с карточки. У меня приложение подсоединено к карте. Но вы наличные выбрали. А? Вы выбрали наличные. Нет, я еще ничего не убирала. Они сами с меня снимают. То есть я еще и наличную. Сейчас они пришлют, уплачу. То и тогда уплачу дважды. Хочешь не хочешь, они сразу с карточки снимают. Сейчас я одену. Очки оденьте, пожалуйста, посмотрите. Нет, я знаю, молодой человек. Я вас-то не буду же, я взрослый человек. Вот видите, оплата наличными у Но меня. это У меня оплата диспетчер наличными. так написала, нас разъединила. А с меня снимают с карточки. У меня приложение подсоединено к карте. Даже один раз я не ту сумму ввела, и все равно списали ту сумму, которую назначил диспетчер. Зачем я вас буду обманывать? Сейчас вот они Сейчас пришли. тогда давайте я сейчас позвоню Мгм. туда диспетчеру, хорошо? Да. Так, Сколько времени в пути? время. Вот плохо, 1 да, час 14 минут. такие нестыковки. Да, сейчас надо будет звонить. Я могу и сама сейчас Позвоните, спросите, Мгм. какое у меня с
скажите. Я знаю, какой молодой человек. Пусть я пожилой человек, но я же в разум. Извините, я вас вообще не хочу обидеть, но у меня вот написано оплата Ну я наличными. не могу, меня снимут. Вот вы позвоните, зачем нам сейчас спорить? Давай, поехали. Это сейчас я ей прозвонюсь. Раз наличие, значит оплачу наличие. Но с меня всегда снимают. Ты знаю я. Угу. Угу. Поверните направо, а затем поверните направо. Здравствуйте, девушка, я сейчас делала заказ, вот мы выехали от Чечерского проезда до 118. У меня приложение подсоединено к карте, и все время списывает с карты. А почему-то написали, Через 100 то есть я плачу ему наличными, так? Ага, хорошо, спасибо большое. Это если по приложению, то снимают, а если так, то наличные. Не волнуйтесь. Я не волнуюсь, Всё, я плачу. просто, чтобы вы не волновались. Да. Хорошо, Всё что хорошо. все решилось. Мгм. И нам обоим Да, и я на понятно. Понятно. И будущее вы будете знать буду будущее. знать, что по приложению Да, я. списывать. Мгм. İşte yaptık ortalar. 2400. 2400 qolganini esimda yo'q. Endi hozir damo rejimi bilan Clean'da aktivlashtiramiz. впереди камера. Komissiya снижена, koeffitsiyentlar baland. Qabul qilamiz. Passajirgacha 2 kilometr 5 minut. Держитесь для улучшения качества обслуживания. 179. Madem Okan'dan bozdurup gelişi yaptı. Yo'lga chiqdi. Sebochkada ikkinchi zakaz kutib turibdi bizni, keyingi zakaz. O'tkazib yuborarsiz. Добро пожаловать. Проезжайте.
Zaslуженный обед. Hozir ish tugatdik. 1424 buyurtmani tamomladik. Biz ovqatlangani ketdik endi. Navbatga turib ish kutmaymiz bu yerda. Soat millari ham 19:20 bo'libdi. Qorni ochdi. Через 200 метров поверните налево. Endi sekin borib dasturxon choyxonasiga ovqatlanib olsak, keyin yana kelgan joydan davom ettiraveramiz. Xudo xolasa. Menga yoqimli ishtaha o'rtoqlar. Har doimgidek sho'rva tovoqda, говядина va saboyga kech paytga lo'la kabob 800 rubl. Allohga shukr, obed qilib oldim. Soat millari 15:12, bugun kech qolib ketdik. 197 kilometr yuribman. 6499 rubl balansda pul bo'libdi. Xudoga shukr. Endi o'rtoqlar onlaynga chiqamiz. Yana davom ettiramiz ishda. Bugun ozroq kech qoldim. Anchayla ozroq deyman, anchayla kech qoldim. 12:00largacha ovqatlanib olsangiz charchab qolmaysiz. Bu saboy ham oldim. Kech qolib ketadigan bo'lsam uzoqroqda ovqatlanib olaman. Atak uyda ovqatlanamiz. Kutamiz zakazda. Shu Himkida eski joyimizda ovqatlari tuzuk. Mana shu Petyorichkan tepasi. Bari ovqatlanadigan mijozlar shu taksi haydovchilari bu yerda ko'proq. Qaga chaqiryapti endi? Bizni qaga chaqiryapti. Xo'p. Uni ko'rganimcha mana 53 kilometr 130-128 koeffitsient olamiz. Lyubersiga ekan. O'zimiz tomonga ekan. O'rtoqlar, o'zi charchaganga o'xshab turibman. Изменил место подачи. Xo'p. Joyni o'zgartirdi. Qani 128 ga to'g'ri kelarmikin endi. Mayli. Nima bo'lgan taqdirda ham Lyubersi Nekrasovskiy proyezdga boramiz. Ja kam bo'ladigan bo'lsa, qolganini rayonga borib ham yurib qo'yamiz. Zakazni bajarishga kirishamiz. Passajirgacha 1 kilometr 800 metr ekan. Bu yerdan ayta to'lib burib olish kerak. Avtoservisga olib keldik. Oshnamizni 1 soat 26 minut 53 sekund 2436 Спасибо за rubl. поездку. Заказ будет оплачен картой. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Endi mahallamizga ham yaqin qolgan. Shuning uchun damo rejimini aktivlashtirib uyga qarab yo'l olamiz. Damo rejimi 1200 rubl kopekami. Demak, davom etamiz. Hozir через Островцы Litkarnoga kirib ketaman. Ajomas ilashib qolsa. Prom zonadan ilashishi mumkin Turayevadan. Ertamanda ishlar tashiyapmiz. Kech paytda Поверните направо, а затем через 100 uyga метров qaytishi mumkin. поверните налево. Так вот. Rayondaman o'rtoqlar. Hozircha 930 rubl. Profil parkovi samozanitida. Demak, 25 litr benzinga yarasha pulni qilamiz va zapravka qilib, mo'yka qilib, keyin uyga kirib ketamiz. Buning uchun 4-5 ish qilsak bo'ladi. Yana qanaqa hozir koeffitsiyentlar ko'ramiz. Koeffitsiyentlar bilan bo'lsa, ikkita ish bilan yopilib ketishi mumkin. Xudo xolasa. Koeffitsiyent 1.20 qabul qilamiz. Xo'p, bajarish kirishamiz. Koeffitsiyent bor 1.20. Более-менее bo'ladi. Где-то 200 rublda atrofida pul bo'ladi. Xudo
xohlasa shunaqa zakazdan 4 ta 5 ta bajarsak 25 litrli benzin bo'ladi. Hozir Рабочий поселок Oktyabrskiydan keyin ish bo'lmadi. Birorta ish bo'lganda yana ham yaxshi bo'lardi endi. Allohda aytgani bo'ladi. Hozir Qashqadaryogacha 1 kilometr 300 metr 3 minut yurasiz deyapti. Allohga shukr o'rtoqlar, smenamiz ham mana nihoyasiga yetdi. Zapravka qilamiz endi. Ertangi kunga tayyorgarlik. Roppa-rosa 12 soat smenada bo'lib Xudo xolasa hozir yana bir qator tekshirib qo'yamiz. 1,5 ming rubllik qo'yamiz. Ikkinchi kolonkani belgilaymiz. Tekshirib qo'yamiz Tatneft. Chunki yonimizda yana bitta zapravka bordi. 92 benzin. Bugun 1,5 ming rubllik qo'yamiz. 1,5 ming rubl 25 litr butun 39 gram 390 gram 25 litr подтвердит. Oplata успешна. 319 kilometr yo'l bosibman bugun o'rtoqlar. Şu ben de özüm koyuyorsam. Benzinler koyuldu. Bak normalli oldu. Daha şükür. Çeker akıtı olaylık. Endi hazır moykaga. Parkoy Samazaneti'den 1887 rublli bugun ish qilibman. 1826 rublli. Marhamat. Har kuni shunaqa qaytishda Parkoy Samazanetida ishlatyapman. Bugun 1826 rublli bo'libdi. Esda qoladi bu. O'zimizni Primoy Samazaneti profilimiz bor. Uni ham hozir moykadan keyin qarab qo'yamiz. E-mail ochib qo'ydik. Bugün yo'llar juda loyli joylar ko'p bo'ldi. Yong'in-sachan ko'chada ozgina tushirib yuborsin. Keyin suv sepamiz. Qo'ldan kelgancha mashinani tozaladik. İşga tayyor. İchlarini ham pokiza qilib, polilarni yuvib, tozalab solib qo'ydim. Qani endi ketdik. Ozgina magazinda ishimiz bor. Shu bilan uyga kirib ketib, damda olamiz, xudo xolasa. Xudoga shukr. Rayonimizda shu bitta moyka, yana bitta bor. Ishlab ishlamay ikkita posi bor uni. Bu yerda mana poslari 6 ta. Kirganda unaqa uzoq kutilmaydi. Demak, o'rtoqlar, o'n 2 soatlik smena bo'ldi bugun. Rosmona. Yana bir qaytarib o'taman. 1800 rubl Parkoy Samazaneti profilidan va 8300 rubl o'zimning Primoy Samazaneti profilimdan. 10.100 rubl bo'lyapti. Chiqimlarimiz 1,5 ming mashinaning amortizatsiyasi, 1,5 ming benzin, 1000 rubl qoringa ovqatlanish, 4,5 bo'ldi. Mana hozir moyka 300 rubl va 200 rubl suv bu narsalar bo'lyapti. O'rtacha 5000 rubl
chiqimimiz bor o'rtoqlar. Bu yana ham eng haligi pasaytirib gapirganimiz. Chiqarib olasizlar. Bu yog'ini ilk kilometrajimiz 320 kilometr yo'l bosibman уже shu paytgacha. Endi 1-2 kilometr yana qo'shiladi. Shunaqa gaplar osonlar. Hammaga omad, e'tiboringlar uchun rahmat. Salomat bo'linglar.